Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni ustunuklarini yakunladik. Bu darvozamiz materiallariga keladigan bo'lsak, 12 ga 8 brusovый, ikkisinikida profil ishlatganmiz. Tepalariga ham 12 lik, tagiga shviller qo'yganmiz обязательно. Profillarimiz 7 tenkada 6 ga 4. Xo'p. Listlarimiz 8 da foydalanganmiz. Mana chiroyli bezaklarni ham berganmiz gullari bilan. Hop, darvozamizni eni 3.60, nalichkalari bilan 4.20 bo'lgan. Balandligi 3.15, nalichkasi bilan 3.50 bo'lgan. Kimga shunaqangi chiroyli darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bu darvozamizni Buxoro viloyati Kogonga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa darvozalarimiz ham yakunlanib qoldi. Barchaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun.